Tomchilatish ham, yomg'irlatish ham bir teng. Qachonki siz sifatli ko'chatlar ekmasangiz, nimaga bunaqa deyapman o'rtoqlar? Agar siz sifatli ko'chatlardan pul ayiydigan bo'lsangiz, siz kelajakda yaxshi hosildorlikka ega bo'lmaysiz. Buni yaxshi bilasiz, to'g'rimi? Ana endi siz zo'r ko'chat ekib qo'ydingizda, lekin sug'orish tizimi yaxshi bo'lmasa, har bitta daraxtlaringiz, ekinlaringiz yaxshi suv ichmasa nima bo'ladi? Unda siz zo'r ekib qo'ygan eng zo'ridan olib kelib qo'ygan ko'chatlaringiz ham bir teng bo'ladi, chunki yaxshi suv ichmagandan keyin yaxshi hosildorlikka ega bo'lmaysiz. Bu sir emas, o'rtoqlar. Qo'limda ko'rib turgan narsangiz bu kapelniy shlanka bo'ladi. Agar siz mana shu uslubda daraxtlaringiz uchun o'rnatib chiqadigan bo'lsangiz, nimaga erishasiz? Har bitta ko'chat bilan alohida gaplashayotgan bo'lasiz. Chunki hamma joyiga bir xilda suv yetib boradi. To'g'ri, bu ozgina ishi bor, mehnati bor, lekin samaradorligi yuqoriroq bo'ladi. Mana ham ko'rib turganingiz, kapelning mana o'rtasida emitorlari bor. Har biri 4 litrdan suv tomizadiganidan qo'yadigan bo'lsangiz, bitta dona kalsium o'zida mana shu qo'limdagida 6 ta tomizg'ich bor. Mana 1 2 3 4 5 6 4 litrdan tomadigan bo'lsa 24 litr 1 soat davomida bitta ko'chatga tomizishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi buni qanaqa o'rnataman deydigan bo'lsangiz, magistral kattaroq turba tashlaysiz. Endi mana sub magistral bo'ladi. Eng kamida 32 diametrli turbadan tortiladi. Nimagaki hamma ko'chatga bir xilda suv yetib borish, davleniyalarni yo'qotmasdan, hammasidan bir xilda suv tomizishini oldini olishimiz uchun bizga kattaroq turba qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi minimum holatda 32 talik turba tanlaydigan bo'lsak, ana endi mana shu holatda katta kamida 100 ta ko'chatga qo'ysak bo'ladi. Endi daraxtlarimiz maza qilib suv ichadi. O'rtoqlar, buni o'z qo'lingiz bilan bemalol yig'ib chiqsangiz bo'ladi. Deylik, nima kerak bo'ladi bizga? Buning uchun kapelniy shlanka, mana trayningga kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ana endi buni mana joyiga nima qo'yamiz deydigan bo'lsangiz, 32 diametrli turbani endi rushnoy holatda mana bunaqa narsalar bor. Bu bilan gir aylantirib teshib olasiz. Teshganingizdan keyin o'zini mana maxsus ko'rib turganingizdek rezinka salnisi bor. Buni qo'yasiz o'sha teshilgan teshuvga. Ana endi keyin mana bu joyidan trayningdan shuni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana ahvolga keladi. Endi qanaqa turadi bu yerda? Mana qarang. Katta submagistral turba ketyapti, o'rtada daraxtimiz bor. Har tomonlama suv ichadi o'rtoqlar. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Joyimizda Toshkentda Sergeli o'zgarishda. Joningiz sog' bo'lsin.